Assalomu alaykum do'stlar. 74-mavzuni tahlil qilishni boshladik. 74-mavzu uzunlik birliklari va ularning bog'liqligi mavzusi. Bu mavzuda kilometr, metr, detsimetr, santimetr, millimetr tushunchalarini o'rganib chiqamiz. Birinchi misolni tahlil qilishni boshladik. Jasur otasi bilan baliq oviga otlandi. Aniqlang, kimning qarmog'i uzun va qancha uzun? Xo'p, rasmga qaraydigan bo'lsak, otasini qarmog'i 3 metru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya'ni 3 metru 8 santimetr. Endi Jasurniki esa 3 metru 2 santimetr. Hop, kimni qarmog'i uzun? Bunda o'z-o'zidan ko'rinib turibdi. Otasiniki uzun ekan. Hop, qanchaga uzun? Bittasi otasiniki 3 metru 8 santimetr, Jasurniki 3 metru 2 santimetr ekan. Demak, 8 dan 2 ni ayiradigan bo'lsak, 6 santimetrga uzun ekan. Hop, ikkinchisi kimning termizi baland va qancha baland? Hop, termizlarini qo'shadigan bo'lsak, 19 santimetr 9 millimetrimiz 199 millimetrga teng chiqadi. 3 santimetr 9 millimetrimiz 39 millimetrga teng chiqadi. 199 ga 39 ni qo'shadigan bo'lsam 238 millimetrga teng chiqadi. Bu Jasurniki. Endi otasinikini hisoblaymiz. 41 santimetr 1 millimetrimiz 411 millimetr. Natijadan 14 santimetr 8 millimetr 148 millimetrni ayirib olamiz. Hop, 411 dan 148 ni ayiradigan bo'lsam 263 millimetrga teng chiqadi. Hop, bundan ko'rinib turibdiki, yana otasiniki baland ekan. Endi 263 dan ayiramiz 238 ni. 25 santimetr, 25 millimetrga baland ekan. Hop, uchinchisi kimning ryukzagi og'ir va qancha og'ir? Jasurnikini hisoblaydigan bo'lsak, grammga o'tkazib olib hisoblasak qulayroq bo'lar ekan. 4267 ga qo'shamiz 3578 ni. 7845 grammga teng chiqadi. Hop, navbatdagisi otasiniki 38 kilogrammi 400 gram. 38400 dan ayirayman 8986 ni. Otasiniki 9414 9414 kilogramga teng ekan. gram. Bundan ko'rinib turibdiki, yana otasiniki og'irroq. 9414 dan 7845 ni ayiradigan bo'lsak, 1569 grammga og'ir ekan. Hop, ikkinchisi millimetrlarda ifodalang. 3 santimetrimiz 30 millimetr, 2 santimetr 8 millimetrimiz 28 millimetr, 5 metrimiz 5000 millimetr, 4 detsimetr 3 millimetrimiz 403 millimetr. Hop, navbatdagisi santimetrlarda ifodalang. 7 detsimetrimiz 70 santimetr, 3 metrimiz 300 santimetr, 9 detsimetrimiz 90, demak 392 ga teng bo'lar ekan. Hop, 470 millimetrimiz 47 santimetr, 3 kilometrimiz 3000 metru, yana 2 ta 0 qo'shamiz 300,000 santimetrga teng chiqadi. Hop, navbatdagisi detsimetrlarda ifodalang. 2 metrimiz 20 detsimetr, 3 metru 1 detsimetrimiz 31 detsimetr, 4 kilometrimiz 40,000 detsimetr, 1300 millimetrimiz. Hop, buni 100 ga bo'ladigan bo'lsak 13 detsimetrga teng chiqadi. Hop, endi kilometrlarda ifodalang. 8000 metrimiz 8 kilometr, 30000 detsimetrimiz 3 kilometr. Hop, 700,000 santimetrimiz 2 ta 0 o'chirsam metrga o'tadi, yana 3 ta 0 o'chirsam 7 kilometrga teng chiqadi. 23000 metrimiz 23 kilometr ekan.
3. Ifodalar natijalarini eng kichik o'lchov birliklariga o'tkazing. To'g'ri qiymatlarga mos keladigan harflarni to'plang. Bu predmetlar nimani deb ataladi? Xo'p, 1 detsimetr 4 cm, 3 cm 4 millimetrimiz 134 millimetr. 5 detsimetr 8 cm 6 millimetrimiz 586 millimetr. Endi bu natijalarni qo'shib qo'yamiz. 134 ga qo'shaman 586 ni. Natija 720 millimetr. Mana BL harfiga to'g'ri kelar ekan. Keyingisi 8 metr 7 santimetrimiz 807 santimetr. Ayriman 23 detsimetrim 230, demak 234 santimetr. 807 dan ayriman 234 ni. 573 santimetrga teng ekan. S. Endi 5 kilometr 329 metr 5329 metr, 4 kilometrimiz 4048 metr. Hop, 5329 dan 4048 ni ayrisam 1281, natijani 3 ga bo'lsam 427 metrga teng chiqyapti. Hop, bizda BL S ni blesna degan so'z hosil bo'ldi. 4. Sxema bo'yicha masalan o'ylab toping va uni yeching. Hop, sxemada aytayaptiki, daryo balig'i cho'rton baliqdan 18 kilogramga og'ir ekan. Demak, buni x desam, bu ham x bo'ladimi? Endi mana bu joyimiz 18 ga teng bo'ladi. Demak, buni har biri 9 dan bo'ladigan bo'lsa, bu ham 9 ga teng bo'ladi, bu ham 9 ga teng bo'ladi. Demak, cho'rton balig'imiz 9 kilogram, daryo olabug'i balig'i 27 kilogramga teng ekan. 5 kecha 3 keksa baliqchi 78 ta baliq tutib o'zaro teng bo'lib olishdi. 2 yosh baliqchi bugun 54 ta baliq tutib, ular ham o'zaro teng bo'lib olishdi. Qaysi baliqchi ko'proq baliq oldi? Keksa baliqchimi, yosh baliqchimi? Xo'p, 78 ta baliqni 3 ta keksa bo'lib olibdi. 78 bo'lingan 3, ya'ni 26 tadan. Endi 54 ta baliqni 2 ta yosh bo'lib olibdi. Bu 27 tadan to'g'ri keladi. Xo'p, endi 26 kattami, 27 kattami? Albatta 27 katta. Demak, yoshlar ko'proq baliq ovlagan. 6. Baliqchiga qarmoq yig'ishiga yordam bering. Ifodalar yozing va ularni hisoblang. Dasta qarmog'ining asosiy qismi baliqchi uni har birining uzunligi 40 cm bo'lgan 6 ta naychadan yasadi. Ya'ni 40 cm ni ko'paytiramiz ekan 6 ga. Agar yig'ish paytida uning uzunligi naychalarning umumiy uzunligidan 25 cm qisqa bo'lsa, ya'ni bundan 25 ayrib olsak, dasta uzunligini toping. 40 ni 6 ga ko'paytirsam 240, 25 ni ayriydigan bo'lsam 215 cm ga teng chiqadi. Hop, endi ikkinchisi, baliq ovlash leskasining butun uzunligi 10 metr. Uni bir qismini g'altakka o'ralgan 2 metr 10 cm uzunlikdagi qismi qarmoq bo'ylab cho'zilgan. Qolgan qismi qarmoqdan 86 cm pastda. Hop, biz g'altakka o'ralgan leskani uzunligini topishimiz kerak. 10 metrimiz 10 metrda santimetrga o'tadigan bo'lsak 1000 bo'ladi. 1000 dan ayrishim kerak 210 ni, natijadan 86 ni ayrishim kerak. Hop, 210 ni ayrisam 790, bundan 86 ni ayrisam natija 704 santimetrga teng bo'ladi. Hop, D. Qalqovich ilmoqdan 38 cm masofada leskaga o'rnatilgan. Ilmoqdan 168 mm masofada leskaga cho'ktirgich bog'langan. Qalqovich bilan cho'ktirgich orasidagi leskani uzunligini toping. Hop, 38 cmimiz 380 mm. Bundan 168 mm ni ayirib qo'yar ekanmiz. Natija 212 millimetrga teng chiqadi. Hop, 7. Baliqchi 5 ta baliq tutdi. U tutgan baliqlarning miqdori har xil bo'lgan 5 ta to'pga ajratdi. Har bir to'pda nechta baliq bor? Hop, agar har bir to'pda teng baliq bo'lsin deganda 3 ta 3 tadan bo'lardi. Lekin bizda har xil deyapti. Demak, birinchi to'pda bitta, ikkinchi to'pda 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta deydigan bo'lsak,
1 ga 2 3, 3 ga 3 6, 6 ga 4 10, 10 ga 4, 10 ga 5 15 demak mana shu ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, 8 eng kichik o'lchov birligiga o'tkazib hisoblang. 3 kilometr u 282 metrimiz, 3282 metr. 6 kilometr 126 metrimiz, 6126 metr. Xo'p, 3282 ga qo'shaman 6126 ni. 9408 buni bo'lamiz 12 ga. 784 metr. Bundan ayriyman 234 metr u 7 detsimetrni. Xo'p, 784 metrim 7840 detsimetr, undan 2347 detsimetrni ayirib yuboraman. 7840 dan 2347 ni ayiradigan bo'lsam 5493 detsimetrga teng chiqadi. Xo'p, ikkinchisi 8 metr u 6 detsimetr 2 santimetr. 8 metrimiz 800, demak 862 santimetr. Ayrimiz 217 santimetrni. 862 dan 217 ni ayirsam 645, ko'paytiraman 4 ga. 2580 santimetr. Va bunga qo'shamiz 24 detsimetrimiz 240. 241 ni qo'shadigan bo'lsam 2821 santimetrga teng ekan. 9 baliqchi birinchi kuni 5 kilogramm 230 gram baliq ovladi. Bu ikkinchi kundagidan 2 marta, uchinchi kundagidan shunchaga ko'p. Xo'p, endi birinchi kun, ikkinchi kun, uchinchi kun deymiz. Birinchi kuni 5 kilogramm 230 gram. Bu ikkinchi kundan 2 marta ko'p ekan. Ya'ni ikkinchi kuni shundan 2 marta kam bo'ladi. 5230 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 2 kilogramm 615 gram bo'ladi. Xo'p, endi 3-kundagidan shunchaga ko'p, ya'ni 5230 dan ayriyman 1105 ni. 4 kilogramm 125 gram. Endi 3 kunda jami qancha ovladi deyapti. Uchalasini qo'shib qo'yamiz. 5230 ga 2615 ni va 4125 ni qo'shadigan bo'lsam 11970 gramga teng bo'ladi yoki 11 kilogramm 970 gram bo'ladi.